Mana o'rtoqlar, mana shu opamiz mana shu farzandlariga ichirgan ekanlar, adashmasam. Shu farzandlari bo'lsa kerak. Hozir mana ularni o'zlaridan real otdihlarni eshitamiz. Qani? Bismillah. Qani? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ichmisizlar? O'zlaringizni bezib taqildik. Mana yana olib kelyapmiz-da sizga, opa. Buni sizga berib olishdi. Kichkinasi tashqi. Shu o'g'lingiz ichganlarmi, xudo xolasa? Ha, mana shu o'g'lim ichgan. Qalaysiz? Yaxshimi? Yaxshi bo'ldimi? Opa? O'zi ham o'zgarishlarni his qildi, hayajon o'zgargan, semirganini his qildi. Juda ozg'in edi-da bu. Nima qilib? O'zi ancha bir oy kuzatdik o'zi. Bir oy o'zi kuzatdik nima qilib? Nima muammolari bor edi o'zi? Yaxshi ovqat yemasdi. Juda shuq edi, tinim nima qilib, injiq edi keyin hamma narsadan nolib, nima qilib injiq edi-da, tez edi jahli shunday. O'zi ancha spokojniy bo'lgan, mana aqli kirib, nima bo'lib, bo'ychasini keyin qiziqib endi internetda nima qildik-ku, o'sadi dedi, qay bizlar ham nima o'zgarish nima qilaylik deb o'lchadik. 1.28 chiqdi bo'yi. Keyin nimasi vazni o'lcha olmadik. Hozir 1.33 bo'lgan. Bo'ychasi o'zgardi. O'zi 15 kunda uchigan 2 sm o'sgan edi-da. Keyin hozir ichi bo'lgandan keyin nima qildik? Shunda 5 sm o'syaptimi? 5 sm o'sgan o'zi 33 bo'lgan hozir bo'yi bir. Hozir 5 sm o'sdi. Ha, 5 sm o'sgan. Maydacha tengdoshlaridan qanchada 5 sm o'sdi? Endi hozir 1 oy 5 kun bo'ldi da chiqaniga. 1 oy 5 kunda 5 sm o'sdi. 5 sm o'sdi. O'zi 20 kun, 15 kundan o'tib 20 kunlarda 3 sm o'sgan edi. Nima qilib, o'zi nima qildi, yo'q aldayapsiz deb o'zi bosib, o'zi ham nima qilib ko'rib, qo'li bilan ushlab ham ko'rdi-da, ishonmasdan. Ha, mana o'zi ham ariqcha, juda ariq edi. Nimasi eti yo'q edi. Gatak et oldi, badanchalari ham ancha et olgan. O'zgarish bor ancha. Shunga xursand bo'lib nima qildik? Hozir bu yerga qo'shnilarimga ham tavsiya qildim. Opa, buni kim tavsiya qildi sizga o'zi? Qayerda ko'rib qoldingiz buni? Men buni Instagramdan ko'rgan edim o'zi. Instagramdan bir oy kuzatib yurdim faqat. Hamma ichganlarini, shu nimalarini kuzatib yurgan edim. Keyin o'zim telefon qilib, nima qilib gaplashib, ya o'zimizga ma'qul bo'ldi, oldik. Hozir endi qo'shnilarimizga ham tavsiya qilyapmiz. Ular ham qiziqib, hozir Instagram nimalaringizni berdik. Ular ham nasib qilsa nima qilsa zakaz bermoqchi. Hozir ham mana bu yerga o'tirgan qo'shnim ham nima qildi, qiziqib, kutib turibman deb bir-ikki chiqqan edim. Ular ham qiziqib so'rashdi. Keyin ya ular ham nima qilmoqchi, nasib bo'lsa, ular ham nima qiladi, zakaz beradi. Bizlar minnatdor, bizlar Shahram akasidan. Hozir bu Shahram akam keladi deb xursand bo'lib turgandi. Nima qilib? Xohlasa endi. Rahmat, aldamabdilar Shahram akam deb qo'yadi balam. O'zi ham his qildi-da, o'zgargan ovqatini masalan 3 mahal faqat vaqtiga yeyasiz-da. O'sha obedga ertalab, kechqurun yeyasiz. Undan boshqa ziyod ovqat narsalar yemasdi. Ya shuni ichgandan beri hayajon choy ichaman, ovqat yeyman, muntazam narsa yeb yuribdi-da. Ketib ovqat paytlari qiynalib chaqirasiz obedlarga, ovqatlarga. Yo'q, Xudoga shukr, rahmat. Ham ko'ngildan ichirdik desam-da, odamga o'ziga nima ham kerak-ku, ishtiyoq ham nima ham kerak-ku, ko'ngildan niyat qilib, nima qilib ichishdi. Mana o'zgardi. Xudo rahmat sizlarga ham kattakon.